Mendan ko'pchilik so'raydi. Koreya Instagramdekmi yoxud aksimi? Ko'p blogerlar Instagramda koreyslarni yomonlab, ularning faqatgina yomon tomonlarini ko'rsatib kelishadi. Lekin aslida ularning ham yaxshi tomonlari bor. Jamoat transport, metro, avtobus shunga o'xshagan joylarda o'rtog'im bilan o'tirmoqchi bo'lgan paytimizda ikkalamizga joy bo'lmasdi. Faqat bitta odam o'tirish kerak bo'lardi. Shunaqa paytlarda yonidagi inson turib joy bo'shatardi. Ya'ni ikkalamiz uchun faqatgina 1-2 marotaba emas, juda ham ko'p marotaba bo'lgan. Buni farosat deydilar. Kechqurun qornimiz ochganidan magazinga chiqardik. Va shu paytda bir amaki "Meni ham qizlarim bor, sizlarni tushunaman, chet elda ishlaysizlar, o'qiysizlar, sizlarga ham qiyin" degan maqsadda ora-oralarda tekinga ham bulочкаlar berib turgan paytlari ham bo'lgan. Lekin endi kelgan paytimizda metrolarda qayerlarda пересадка qilish, qaysi bekatlarga borish shunaqa narsalarni yaxshi tushunmaganmiz. O'sha paytda koreyslardan so'ragan paytimizda hech qachon qo'l siltagan yoki bo'lmasam o'zingiz topib oling degan narsalar bo'lmagan. Albatta bekatgacha kuzatib qo'ygan yoshi katta va yoshlar ham bo'lgan. Ertalab zalga chiqish uchun shoshilib yugurib chiqqandim. Orqamda bitta xolajon kelib yugurib kelayotgan ekan. Kiyimimda uzun bitta ip bor ekan. Shu narsani uzish uchun ular orqamdan to'xtatmoqchi bo'lgan ekan. Ko'rib turganingizdek, koreyslarning mana shunaqa farosatlari ham bor. Siz bilan yana qanaqa qiziqarli voqealar bo'lgan? Kommentariyada yozib qoldiring, albatta o'qiyman.